بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى muborak Ramazon oyida xulus niyat bilan qilayotgan ibodatlarimizni, qiyomul layl, tarovih namozlari, xatmi Qur'onlarimizni dargohida qabul aylasin. Marhamat nazari bilan qarab, bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin. Bugungi suhbatimizning mavzusi saodatli hayot omillari. Baxt, saodatga qanday erishmoqlik mumkin? Omillaridan murod sabablari deb tushunamiz. Baxt, saodat har bir insonning orzusi. Baxt deganda, saodat deganda har xil tushunchalar bor. O'zini baxtli, o'zini saodatmand deb tushungan insonlar u baxtni, u saodatni har xil talqin qiladilar. Har xil tushunadilar. Lekin Alloh taolo bu masalani ham o'zining kalomida yechib qo'ygan. Eng to'g'ri yo'l, eng to'g'ri tushuncha ana shu tushunchadir. Alloh taolo dedi. Toha surasi 123-oyat karima. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu va la yashqa. Kim hidoyatimga ergashsa, u adashmaydi, u baxtsiz bo'lmaydi. Baxtsiz bo'lmaydi degani baxtli bo'ladi degani. Kim hidoyatimga ergashsa dedi. Ya'ni kim meni yuborgan yo'lda yursa, kim to'g'ri yursa, u odam saodatmand odam bo'ladi. Dinimizda saodatmand bo'lish degani faqat bu dunyoning saodati iroda qilinmagan. Ahli saodatlardan bo'lish, baxtli, saodatli bo'lish degani bu ikki dunyoning saodatiga erishish degan. Mo'min banda ikki dunyoning saodatiga erishishlik uchun imkoniyati bor. U ikki dunyoning saodatini orzu qiladi. Bu dunyoda ham saodatli bo'lishni xohlaydi. Oxiratda ham. Va ikki dunyoning yaxshiligini, ikki dunyoning saodatiga erishishligini Alloh taolodan so'raydi. Uning qiladigan duosi u ham Qur'oniy duodir. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ey Robbimiz, bizga bu dunyoda yaxshiliklarni ber. Oxiratda ham yaxshiliklarni ber. Bizlarni do'zax olovining azobidan saqla. Ikki dunyoning saodatini so'raydi mo'min. Ana shu ikki dunyoda, oxiratda saodatmand bo'lishligi otash va do'zaxdan ozod bo'lishidir. Undan ozod bo'lishligini so'raydi. Val asr surasi hamma biladi. Bu surani bilmaydigan namozxon yo'q. Ana shu surada ham ikki dunyoning saodati e'lon qilingan. Nima bilan erishmoqlik mumkin? Alloh taolo val asr deb asr bilan qasam ichdi. Asr degani ma'nosi bu zamon degan. Zamon bilan qasam. Vaqt bilan qasam. Asr degani 100 yillik.
asr namoziga qasam, asr namozining vaqtiga qasam degan ma'nodagi oyat karima. Bu qasamda zamonning, vaqtning qay darajada mo'tabar ekanligi bayon qilingan. Oddiy narsa bilan Alloh taolo qasam ichmagan. U muhim narsaligi e'lon qilinyapti. Orqasidan dedi: "Innal insana lafi khusr." Albatta insonlar xusrondadir. Xusronda degani mag'lubiyatdadir, yutkazishlikdadir, adashishlikdadir, baxtsizlikdadir. Orqasidan istisno keldi. Illallazina amanu va amilus solihati va tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Magar xusronda bo'lmagan, baxtsiz bo'lmagan, aksincha baxtli insonlar, yutuq egalari allazina amanu va amilus solihat. Iymon keltirganlar va solih amal qilganlardir. Va bir-birlarini va tavasaw bil haqq, bir-birlarini haqqa chaqirganlar. Va tavasaw bis sabr, va bir-birlarini sabrga chaqirganlar. Mana shu oyat karimada saodatli insonlarning belgilari bayon qilindi. Ular kim ekan? Allohga iymon keltirgan va amali solih qilganlar. Bir-birlarini faqat haqqa undaganlar. Bir-birlarini sabrga chaqirganlar. Mana shu oyat karimaga mo'min musulmon amal qilsa, shu sifatlar unda mavjud bo'lsa, u ikki dunyoning saodatiga erishdi. Ikki dunyoning saodatiga erishdi. Illallazina amanu va amilus solihat. Iymon keltirgan va amali solih qilgan. Iymon bu Alloh taolo bergan eng bebaho javhardir. Uni o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga beradi. Iymon sohibini faqat yaxshilikka yetaklaydi. Iymon sohibini yomonlikdan qaytaradi, gunohdan qaytaradi. Shuning uchun orqasidan iymon keltirib, amali solih qilganlar dedi. Faqat tili bilan iymon kalimasini aytmasdan, amali ham o'sha iymoniga munosib bo'lishi kerak. Ana shunda ikki dunyoning saodatiga erishadi. Imom Shofiiy rahmatullohi alayh agar Qur'oni Karimda shu suraning o'zi nozil bo'lganda shuni o'zi ham kifoya qilar edi degan ekan. Hamma ma'no shunda bor. Birgina ana shu sura karimaga amal qilsa, insonning ikki dunyosiga yetadi degan. Agar shuni o'zi nozil bo'lganda kifoya qilardi dedilar. Sahobalar bu suraga munosabatlari. Ikkita sahobiy birga uchrashib qolsalar, tarqalmasdan turib shu surani albatta bir marta o'qib qo'yardilar. Ikki sahobiy jam bo'lsa, bu surani o'qimasdan tarqalmas edilar. Hayotlariga ana shunday singib ketgan edi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, baxt, saodat, iymon va amali solihdadir. Alloh taolo bu xususda Nahl surasining 97-oyatida marhamat qiladi. Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
erkakmi yoki ayolmi, kim mo'min holda solih amal qilsa, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, mo'min holda solih amal qilsa, unga biz pokiza hayotni beramiz dedi Alloh. Bu oyat karimadagi pokiza hayotdan murod saodatmand hayot degan. Unga saodatli hayot beramiz dedi. Va ularni o'zlari qilib o'tgan amallari barobaridagi mukofot bilan taqdirlaymiz dedi. O'zlari qilib o'tgan amallarini eng yaxshisiga beriladigan mukofot bilan ularni mukofotlaymiz dedi. Mana shu oyat karimada ham shu shart qilinyapti. Iymon keltirgan mo'min yoki mo'mina amali solih qilsa, saodatmand hayot kechirtiramiz. Qilgan eng yaxshi amallarning mukofoti bilan ularni mukofotlaymiz dedi. Saodatli hayot Alloh taoloning zikri bilan qalbning orom olishidir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Alloh taolo dedi, ogoh bo'ling, Allohning zikri bilan qalblar orom oladi. Allohning zikri bilan inson baxtli, saodatli hayot kechiradi. Ilm fan yutuqlarni zabt etish insonni saodatmand bo'lishligining yana bir ko'rinishi. Saodatmand bo'lishligi uchun ilm kerak. Ham dunyoviy ilm, ham diniy ilm. Ajdodlarimiz bu haqiqatni yaxshi bilgan. Dunyoviy ilmda ham peshqadam bo'lishgan. Dunyoviy ilmda ham qancha kashflarni qilishgan. Tabobat ilmining dahosi bizdan chiqqan. Ibn Sino. Globusni yaratgan kim? Beruniy bo'ladilar. Bizdan chiqqan. Ahmad Farg'oniy Nil daryosini suvini o'lchaydigan asbob yaratdilar. Bizdan chiqqan. Ulug'bek bizdan chiqqan. Xorazmiy algebra faniga qancha katta hissalarni qo'shgan, bizdan chiqqan. Endi diniy ilmlarning dahosini sanab bo'lmaydi. Hammasi bizdan chiqqan. Ana shu haqiqatni ajdodlarimiz anglagan. Chunki ilm rivojlangan xalq boshqalarga qaram bo'lmaydi. Ular baxtli, saodatli hayot kechiradi. Boshqalarga qul bo'lmaydi. Boshqalarga qaram bo'lmaydi. Ilm ana shunday narsa. Alloh taolo ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylasin. Bu go'zal ta'limotlarni bilib amal qilmoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika. Assalomu alaykum va rahmatulloh.